ishlaringiz yurishmayotgan bo'lsa, ishlaringiz yurishib ketishi uchun men sizlarga bitta zo'r texnika beraman. Italiyalik mafiyalarning texnikasi deb aytiladi. Italiyada shunaqa bitta qonun bor ekan, ya'ni yozilmagan qonun. Agar siz har kun emas, har oyda topgan oyligingizdan ma'lum bir foizini qo'shningizga, qarindoshingizga, ukangizga, akangizga, tanish bilishingizga, o'rtoqlaringizga qo'liga pul berib, hammaga meni maqtaysan, men haqimda yaxshi gaplar tarqatasan deb pul beradigan bo'lsangiz, 3 oydan keyin hayotingiz o'zgarishi mumkin ekan. Men shu joyda bitta gap aytdim. Italiyaliklar baloni yebdi dedim. Ota-onangizni rozi-rizoligini olishingiz bu sizni yo'llaringizni 100% ochilishiga sabab bo'ladi. Yana ham o'sha ikkita variantni qilib ko'ring. Keyin bizga o'zingizning natijalaringiz bilan o'rtoqlashing, bo'lishing. Hammaga chiroyli, barakali hayot tilayman. Sog' va salomat bo'ling.